G'arb dunyoqarashida xotin bir-biri bilan haq talashib, bir-biridan nima bo'lsa ham haqqini tortib olish evaziga oilani qurishga urinadi. Shuning uchun oilada mehr qolmaydi. Xuddi savdodagi sherikchilikka o'xshaydi. Ikki so'mning ustida ham hisob-kitob qiladi. Ustozimiz aytadilar, Fransiyada ba'zi bir mana shunaqa bor. Voqelik shuki, xotin agar oshxonaga kirib ovqatlansa, sigaretni bir-biriga bepulga bermaydi. Oddiy paprasini. Shotka pul tashab qo'ying, mayli sigaret tuzayotgan bo'lsa, men sigaret beraman deydi xotin eriga. Bola ko'rsa, kiyim-kechagi 50 bo'lmasa sudlashadi va hokazo. Islomda-chi? Islomda oilaning ma'lum vazifalari erkakka, ma'lum vazifalari ayolga yuklangan. Oilaviy munosabat haq talashish ustiga emas, muruvvat ustiga quriladi. Erkakka aytiladi, sen shafqat qilasan, yukni olasan, ko'tarasan. Ayolga aytiladi, sen itoat qilasan, ko'ziga quvonch bo'lasan. Ana shu bilan ular bir-birini to'ldiradi.